Bu obyektimizni kateniya qismida yaxshi решениyalar qilganmiz. Uni keyingi videolarda ko'rsatamiz. Biz yana o'sha mashhur Nesvandamiz. Nesvandi obyektimizni kateniya qismini bitirdik. Va'da qilganimizdek obzoriga ham yetib keldik. Xo'p, biz bu yerda qilgan resheniyamiz eng birinchi navbatda maksimum darajada minimum joydan foydalandik va sifatli va o'zini vazifasini bajaradigan narsalar qo'ydik. Bu yerda ortiqcha narsa yo'q. Hammasini o'zini vazifasi bor, vazifasini bajarib beradigan va bir-biriga parallel ishlaydigan narsalar. Bu yerda biz Combo Mix mini variantidan foydalanganmiz. Sababi asosan joydan o'tish uchun tezdan oladigan qismdan foydalanganmiz. Buni yaxshi tarafi trassadan kelayotgan gradusni xohlasangiz pogrujoy bilan, xohlasangiz ruchnoy, xohlasangiz magnit klapalar bilan kontrol qilsa bo'ladi. Undan tashqari biz bu yerga avariyniy kranlar qo'yganmiz. Uyimizda qattiqroq utechka bo'lsa, datchiklarimiz suvni sezsa, bu kran avtomatik o'zini o'zi yopadi. Reduktor qo'yganmiz, suvni balansini bitta me'yorga qo'yish uchun. Slivnoy kranlar qo'yganmiz, obratniy klapani qo'yganmiz, suv bir-biridan aylanib qolmasin deb. Bu yerda bypass kran berganmiz. Bypass kran nimaga? Avariyniy situatsiya bo'lib qolib, trassadan issiq suv yoki sovuq suv o'chirilsa, kerak bo'lsa, issiq suvdan yoki sovuq suvdan olib foydalanishga. Undan tashqari biz yana bypass berib ketganmiz. Bu nimaga? Biz kelajakda bu yerga vodonagrevatel qo'yamiz. Vodonagrevatildan zdanamizda issiq suv bo'lmaganda olib foydalanish uchun. Ko'rib turganingizdek, bu yerda qo'yilgan hamma narsa o'zini vazifasini bajarish uchun va uzoq muddat xizmat qilish uchun qo'yilgan. Biz bu obyektimizni topshirib bo'ldik. Hammaga savol. 5 bar berib turib sistemani topshirdik. Bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri? Javobni izohlarda kutamiz.